Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Suriyada Uyğur qomandanının hərbi əməldarlığı təyinlənişiga inkas qaytırdı. Suriyada Bashar Asad rejimi yiqitilgandan keyin yangi hokimiyat sepida Uyğur qomandanının yuqori darajalik harbiy vazifaga qo'yilishi xalqaroning kuchlik diqqatini qo'zg'agan va Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu haqda inkos qaytardi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning 31 dekabr Reuters agentligi muxbirining bu haqdagi savoliga javob berib, Sharq Turkiston Islom harakati Xitoy tarafidan qonun bo'yicha bekitilgan va BDT xavfsizlik kengashining tizimligiga kirgizilgan terrorlik tashkiloti Xalqaro jamiyat Sharq Turkiston Islom harakatining zo'ravonlik va terrorlik xarakterini to'liq tunib yetishi va uningga qat'iy zarba berishi kerak deb bildirdi. Hay'atu Tahrir Sham Suriyaning hokimiyatini qo'lga olgandan keyin birlikda jang qilgan chet ellik guruhlarni Suriya Mudofaa ministrligining bir qismi deb e'lon qilgan edi. Bunun qatorida Turkiston Islom partiyasi Sham sho'basining harbiy qo'mondoni Abdulaziz Davudning Suriya 133-diviziyasi generalligiga tayinlanishi, Abdusalom Yasin Ahmad va Mavlon Tursun Abdusamadning polkovnik unvoniga erishishi xalqaroliq taratqularda ko'plab xabar qilingan edi. Xitoy yangi hujumchi paraxodini suvga tushirganligini e'lon qildi. Xitoy yangidan yasab chiqqan hujumchi paraxod va kurashchi aeroplanlarni e'lon qildi. Amerika ovozining 31 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, yaqinda Xitoy dengiz armiyasi harbiy aslahalarini zamonaviylashtirishda yangi bo'sish hosil qilganligini e'lon qilgan va bir necha kun o'tgandan keyin tik uchar qo'nib ucha oladigan yangi tipdagi qo'sh iqtidorli hujumchi paraxodni suvga tushirganligini oshkorlagan. Xabar qilinishicha, Xitoy dengiz armiyasi oldingi juma Xitoyning tunji 076 tipli qo'sh iqtidorli Sichuan nomli hujumchi paraxodini suvga tushirish murosimi o'tkazgan bo'lib, bu paraxod yakshanba kuni Shanxay portidan ayrilgan. Sichuan nomli paraxodiga etish sistemasi o'rnatilgandan boshqa yana urush aeroplani qo'na oladi ekan. Xitoyning harbiy mutaxassislari mazkur paraxodning suv chiqarish iqtidorining kuchlik, zarba berish musofasi yiroq, jang qilish iqtidori kuchlik ekanligini da'vo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy izchil turda dengiz va quruqlikqa chegaralanadigan qo'shni davlatlarga qurol yaroqlarni ko'z-ko'z qilish orqali tahdid solgandan boshqa rayondagi zamin da'vosi nurg'un davlatlarni sarosimiga salmoqda ekan. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning dengiz rayonidagi zo'migarlik harakatlari borgan-sari kuchayayotgan bo'lib, bultur 12-oyda Filippinning bir qancha paraxodi Scarborough oroli va 2-Tomas oralig'i narsa kerak yetkazib berayotganda Xitoy paraxodining suv zambiriga hujumiga uchragan edi. Ayni vaqtda Filippin hukumatı Xitoy bosh elchisini chaqirib, buningga qattiq norozilik bildirgan edi. Amerika armiyasi Guantanamodagi qisman tutqunlarni qo'yib bergan. Amerika armiyasi uzun muddat Guantanamoda qamalgan tutqunlarni Tunisga qo'yib berganligini e'lon qildi. Al Jazeera to'rining 31 dekabr xabar qilishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligi 2002-yili Guantanamo qo'ltiqi echilgandan buyon ayblanmagan holda izchil tutib turilgan tunislik Ridah bin Salih al-Yazidini o'z davlati Tunisga qaytarib bergan. Uning Tunisga yo'tkilish masalasi Biden hukumatining 2 hafta ichida 4-qatim tutqunlarni o'z davlatiga qaytarishi bo'lib, bu xil vosita bilan Guantanamodagi mahbuslarning sonini azaytish maqsad qilingan. Bildirilishicha, Biden 2020-yili vazifaga o'ltirgan mezgilda Guantanamoda qamalgan mahbuslar 40 nafar ekan. Ridah bin Salih al-Yazidi ba'zi tashkiloti gumondori bo'lib, 2001-yili 12-oyda Afg'onistonga yaqin joyda Amerika armiyasi tomonidan tutqun qilingan. Ridah bin Salih al-Yazidi garchi 10 necha yil ilgari Tunisga yo'tkili salohiyatiga erishgan bo'lsa-mu, ammo bu haqda Tunis bilan tuzilgan kelishim endi ishga oshgan. Navbatda Guantanamoda 26 mahbus bor bo'lib, buning ichidagi 14 mahbus o'z davlatiga yo'tkili salohiyatiga ega bo'lgan. Guantanamo turmasi yaqinqi yillardan beri xalqaro bo'yicha qattiq talash tartish qo'zg'agan turma bo'lib, mahbuslarni xo'rlashda nomi chiqqan. 50 ga yaqin falastinlik yarador chet elga yo'tkaldi. G'azadagi urush jarayonida yaralangan 45 falastinlik Arab Birlashma xalifaligiga davolanish uchun yo'tkalgan.
Birleşme Xabar Agentligining 31 dekabr xabar qilishicha 45 nafar g'azalik bemor va yarador davolanish uchun Kerem Shalom ig'izidan o'tib Isroiliyaga kirgan. Orqadan Arab Birlashma Xalifaligiga qarab yo'lga chiqqan. Mazkur tarqoqlashtirish harakati seshanba kuni atiganda boshlangan. Xabar qilinishicha, bemorlarning bir qismida böbrek zaiflashish ahvoli ko'rilgan bo'lib, buning ichida 10 yoshli bola bor ekan. Ammo Isroiliyaning bexatarlik tekshirishi sababidan mazkur bolaning opasining hamroh bo'lishiga yo'l qo'yilmagan. Səhiyyə Ministerliğinin aytishicha, Isroiliya 2023 yılı 7 oktyabrdan boshlab G'azzadagi barliq kirish-chiqish eg'izlarini taqib olgan bo'lib, rayonning səhiyyə sistemasi ig'ir darajada qalaymaqonlashgan hamda falaj holga kelib qolgan. BDT İnsan Haqlari Oliy komissari Volker Turk G'azzadagi doktorxonalarning o'lim to'zig'iga aylanib qolganligini ta'kidlab, G'azzada davomlashayotgan bombardimonlar va insonparvarlik sharoitining ofat xarakterlik darajada ekanligini, Falastinliklar o'zini bexatar his qilishga tegishlik birdan-bir panohlanish o'rni bo'lgan doktorxonalar o'lim to'zig'iga aylandi. Urush mazgilida doktorxonalarni qo'g'dash intayin muhim. Har qaysi taraflar bu qoidaga cho'qim hurmat qilishi kerak degan. Xalqaro Qizil Kirist jamiyati G'azzaning shimolidagi sahiyya sistemasining to'qinish sababli vayron qilinganligini va doktorxonalarning butunlay falaj holga tushib qolganligini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, Isroiliyaning 1 yildan ortiq vaqtdan buyon davomlashtirayotgan hujumi asosliqi G'azzaning shimoliga markazlashgan bo'lib, quruqliq va havo hujumlarida Hamasning qayta tashkillanishining oldini olish maqsad qilinganligi da'vo qilingan. Amerika Rossiya va Irondagi ba'zi shaxs va organlarga embargo yurgizdi. Amerika hukumati Rossiya va Ironning ba'zi organlari va shaxslariga 2024 yillik saylamga aralashganligi tufaylidan embargo yurgizish qarori chiqarganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, Iron inqilobini muhofazat qilish qismlariga tava idrok loyihalash ishlab chiqarish markazi bilan Moskvadagi geopolitika mutaxassislik markazi va raisi Valeriy Korovinning embargo tizimligiga kirgizilganligini bildirdi. Bayonotda mazkur shaxs va organlarning 2024 yildagi Amerika prezidentlik saylamiga qo'l tiqqanligi, saylam jarayonini buzg'unchilikqa uchratishga va ijtimoiy siyosiy keskinlikni qo'zg'ashga uringanligi eskartildi. İstanbulning Galata ko'vrigida zo'r ko'lamlik Falastinni qo'llash yurishi o'tkazildi. Yangi yilning tunji kunida İstanbulda tarixdagi eng cho'ng namoyishlarning biri o'tkazilgan bo'lib, Falastin yurishi uchun 100 minglagan kishi Galata ko'vrigida jam bo'lib, dunyoga Falastinni qo'llash uchuri berdi. Mazkur namoyish 300 dan ortiq ommaviy tashkilot tomonidan uyushtirilgan bo'lib, Isroiliyaning Falastindagi jinoyatlari qattiq ayblandi va butun dunyoga Falastinni qo'llash haqida chaqiriq qilindi. Undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doklachisi irqiy qirg'inchilikqa xotima berish haqida Isroiliyaga chaqiriq qildi. BDT sog'lomlik huquqiy alohida doklachisi Telalink Mofoking X hisobida uchur ham baharlab, o'zining bir doktor va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doklachisi ekanligini eskartib, Kemal Advan doktorxonasining bosh doktori Husam Abu Safiyaning Isroiliya tarafidan qo'llanilgan rahimsiz nazarband qilish jarayonining oxirlashishini talab qilaman. Irqiy qirg'inchilikqa xotima beringlar degan so'zlarni ishlatgan. Isroiliya armiyasi 27 dekabrda Kemal Advan doktorxonasini qo'rshovga elib, sahiyya xodimlari va yordamlarni doktorxonadan majburiy qo'g'lab chiqargan va bostirib kirgan doktorxonaning ba'zi qismlariga o't qo'yib bergan edi. G'azzadagi Falastin hukumati Kemal Advan doktorxonasining bosh doktori Abu Safiya va sahiyya xodimlarining Isroiliya tarafidan tutqun qilinganligini bildirgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.